Internet tarmog'ida tarqalayotgan mana shu video xususida sizlarga bir qancha ma'lumotlarni aytib o'taman. Ungacha videoga like bosib qo'llab-quvvatlaymiz. Bu joyda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Bu joyda ko'rilayotgan masala Falastin, G'azoga tinchlik masalasi ko'rilmoqda. Bu bo'yicha rezolyutsiyani qaror qabul qilishligi muhokamaga qo'yilgan. Xavfsizlik kengashiga a'zo 14 ta davlat bu rezolyutsiyani qabul qilishlik bo'yicha ha deb ovoz bermoqda. Bir dona Amerika Qo'shma Shtatlarining vakili esa o'zining veto huquqidan foydalangan holatda yo'q demoqda. Endi veto huquqi nima o'zi? Shunga to'xtalib o'tamiz. Xavfsizlik kengashiga doimiy a'zo davlatlar 5 nafar. Bular Amerika, Rossiya, Buyuk Britaniya, Fransiya va Xitoy davlatlari. Qolgan 10 ta davlat esa 2 yil muddatga vaqtinchalik saylanadi. Mana bu doimiy 5 ta a'zo davlatlarda veto huquqi mavjud. Bular 14 ta davlat bir tomon bo'lib ha degan taqdirda ham bir nafar veto huquqi mavjud davlat agar o'sha rezolyutsiyaga yo'q deya javob bersa agar o'sha qaror qabul qilinmaydi. Bu har bitta rezolyutsiya qabul qilinishligi uchun eng kamida 9 ta ha javobi va qolgan davlatlar betaraf bo'lishligi kerak. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'lasizlar.